Bu Xadovoy şu prijinen bağlıktan bunu doğru mu? Ha. Prijini buna ne? Prijini, amortizatörü hemmesi almıştım lazım. Bunda hazır benzinden metan yok. Şu an rezinka koyduk. Metan bolsa alümini balmın özü, alümin koyuladi. Ha, götür pesa çıkal dikkat Aa, düşüşün. aa. Assalomu alaykum Real Dünyanın Real Niyabunachilari, tinchmisizlar, tandarmisizlar, bormisizlar, omonmisizlar. Trekker mashin, 10X mashinini Xadovoy bo'yicha ko'pchilik odam ey Xadovoy mindiroq ekan degan gap so'zlar yuribdi. Xadovoyni remont etish necha so'm tushadi? Trekkerniga 10Xniki. Bular Trekkerni Xadovoyni remont etganlar. Hozir endi sezilami shu odamga? Seziladi. Necha so'mlar bo'ladi shu, misol shu hamma usta haqqi, remonti, zapchas, papchas hamma. 1 milyon 800 2 milyon tarafında bo'ladi. 1800 2 milyon tarafında İçinde 4 amortizatör remont oladi, qaytadan ishlanadi. Keyin 2 dan prijin qo'yiladi, rezinkalari, oldini Xadovoyni rezinkalari bor, 1-2 shola qo'yiladi. Lekin haqiqatan seziladi shu. Al, seziladi. Zo'r bo'ladi. Bu atamadi bu g'altingdan chiqadi. Atadi, elde locker deydi, Shular yo'q qoladi. yo'q qoladi. Hozir deb ham ko'ramiz, xudo xolasa chist bo'ladi. Arena almashadi ponni. Tushib ketmaydi bu mashina? Yo'q, tushib. Yani bir de rezinkalar bor, xuddilarina. Ha. Ha, vallahi almashadi ponni. Qo'yiladi, eldini 2 amortizatör remont oladi. 4 sam remont oladi, eldini, elde taraf shu amortizatörlardan. Lekin 4 amortizatör remont oladi. 10X'niki ham xuddi shu kopiya bo'ladi. 10 sam shu yo'l bari. Shu yo'lda qo'yiladi ular. Benim kilometrden göstermen 6000 mi 6500 yürüyen. Kömürüme tadılmış. Ha, sırası kelib turibdi. Allah doğru etkiler, yumuşaklaştırıp yana heydep böyle. Ha. Buni tushirib bir haydab ko'rsak bo'ladimi? Bo'ladi. Bir ko'rik qani. Bu yerning adresini aytib o'taman. Aytganding. Bu nechaqli vaqtda bitirasan bu mashinani? Mashina haftalab yotmaymi eshikda? Yok azanda ikkisi ebeyte çıkadı. Ha, azonda ikkisi. Dört amazatını akbarıp özüm remont ettirip gelemen lan. Başkadan biter, amazatadan başka bize de biter, amazatır başka da biter. Onu özün yapıp özün Özüm akbarıp ekkelip o özüm tokurluk işlerinden özüm izinde yürüp bitirip veren. Maşında ek kere taşıp giteveren Kalasa işine. taşak gider de kalasa yanında yürüydü. Biz de alıp kalıp netip oturmuş. Düşündüm. Birinin adresini sizlere ait paramız. Birinin adresi Ban taraftan gelsizler, Lala Dükkan taraftan gelesizler. Bir yandan gelsizler, Urdu'dan Kırgız yapını köpürüne uğrarsa doğru ötüp gidesizler. Şuradan gelesizler. Bir an 7'nin ahırda baytadılar bunu. 7 avtobus bile geldi. Şehir Raddom. Doğruğa çıksanız taza kurulan televizyon, Harazm televizyonuna çıkardı bir. Şurada bu. Bu an Lala Dükkan taraftan geldi. Ekranda numaranı koydum. Şu numarayı bilen telefonlaşıp görseniz de boladı. Bu nerseni evvel bundan bir 2-3 ay elden çıkarganımız Dumköp adam giyen, Biruni'den, Törtgül'den, Sarımay, Tuprak Kalavan taraflardan Dumköp adam giyen, ki Kaşkadere'den 2-3 adam telefon edip sonradan bandı aytib bering, tushuntirib bering bandı zuttiramizda. Xullas, şu balla hem arzon, hem sifatli ishlab turgan balla. Shuning uchun sizlarga yana bir gösterib berajak. Ko'ringlar. Trekker kimda bo'lsa, 10X kimda bo'lsa, qarindoshlar gruppalardan tashakkür qilinglar shu silkani. Görüp alatlardan taxlatib beradilar. Shu narsadan yanki muammo deb problema ekan bu deb bir odamlar bo'lsa, qiynalib bir odamlar bo'lsa, gaplashsin darrov. Buni ko'rik qani ishda hozir shu qaltin minnilarda darrov bilinadi u. Götdi sakrab mashinab turadidan bu trekkerni. Qarab, zavodda zut para qo'ymabdilar shu yerdan. Plativ, plancha plativ o'tirib, onda bize ishni yengillashtirib kerakda. O ilişkiler günlerde işte. Yaxshi. Bu chiziqi uzunda bo'lolmagan zut ko'p bular buni. Strelka. Ha, shu. Yuqorida par strelka. Yok yok Pardon. almıştı ular. Ha, almashadi, ha? O almıştı, bu almıştı, bu almıştı. Zavodskoy bo'lmaydi axir u. Yok bular univer yok. Sizlarniki tuning ish sizlarda bo'lmaydi baribir. Yok yok univer. Sizlar faqat motor Xadovoy. Ova, biraz bu. Sizler motor kadar o. 6400 yurgan mashin. Toza mashin. Mana shu egasi haydab ko'radi. Keyin pul bersam bo'laveramsan? Bo'ladi, heydek ko'radi, xolasa bir kun heydek kelsin. O'zi sezsa pul bersin. Hava sezsa pul bersin. O'shalarda уже lokerda bakadi. Yeyama. Ha. Boshda haydatib ko'rasan, ishi qaltinglarda, keyin yana shu qaltingda haydatib ko'rasan. Yomon emas o'xshaydi. O'zingda bir odam bo'lsa, mashinani minib ko'rgandan farqini sezadi. Shu bir ikki kalod ishlari tashab o'tgani? Ha, yo'q, yaxshi, ishini tashlaysan.
Evvelgide dum yaman çödedim ona. Loporta. Bir yaman yolda edemiyorum. Bunda bizden heydek görediği yolu biz. Ha, bana da sinek göresli bir de. Ha, şimdi seni sanmalıyım ha? Şu yolda özür loporta katalıyor adam otaklı. Ha. Şimdi de şermende ola dedi ha? Yo yaman emas ekan bey. Şu bir yesen şöyle dedik göremiz yakadık o. Ha, hamma. Hali şu vaqtgacha jalb etgan adam Yo'q. bo'ldimi? O'tganimizdan keyin bo'lmadi deb aytib ketmadilar lekin. Hech kimni demadilar. Yo'q. Buna metan qo'ysam zutsa bo'laverami shuni ayttirib Vau, vau. Metan qo'ysa ya. Keyindan prujin teyna rezinga qo'yamiz. Benzinda, metanda alyuminiy bor o'zin, alyumin qo'yiladi. Farqi shu yerda u benzin bilan metan, boshqa yerda farqi yo'q. Tushundim. Gaplashib ko'ringlar shu ekrandagi nomer bilan. Yo'q, yomon emas, zo'r. Bundan boshqa o'zgartirishning iloji yo'q axir. Eng zo'ri shu. O'zgartiriladilar, shular o'zgartirildi. Atak bundan yine dumam zo'r etsa bo'ladi degan yeri bormi? Yo'q. Endi balon qo'ysa, masalan, o'zini zavodskoyni olib tashlab balon qo'ysa, yana ham o'zgarish bo'ladi-ku. Ha, endi balon qo'ysa. O'yli bor, radnoy balonda hali. Ha, bu radnoyinda Hali deb. radnoyinda ish, balon qo'ysa yana qo'shilib boraveradi, yaxshilash. Balonni yine bitta o'zgartirsa, endi rakdan qo'ysa dumam ajoyib bo'ladi deb turibdina. Ya miyaqki balonlardan qo'ysa, balandroq balondan qo'ysa, bundan yana ham o'zgarish jonlanib boraveradi. endi u balon sistemi boshqa narsa. U bizalik ish emas-ku, o'zi uchun. Eğer şu toza balon qo'ygan bo'lsa, yoki miyaqki balon qo'ygan bo'lsa, yana nima bo'ladi, dumam yaxshi bo'ladi. Ava. Lekin hadoyni uzattirmay, balon qo'yganlar ham keldi, o'zgarish bo'lmadi unchalik. Balon ham qo'ydik balandindan, o'zgarish bo'lmadi degandan keyin hadoylarni o'zgartirib uzatib berganmiz, zo'r o'g'a effekti. Keyin so'nib ketganlar zo'r oldu. Gaplashib ko'ringlar, 1.802 million bilan kurcak olib duradi deb turibdina. 12 san. Pullarni keladi o'zi, yanında bo'ladi yerlari. Xolos, o'tirsinlar, uzatib beramiz. Yo'q, ishim bor desangiz, tashlab ketasizlar, bitta ishi ikkita bo'lsa versiya. tashlab ketadi. Arkayim bo'lsa, yanlarimizda o'tiradi, rasotlarni o'zi yanida birga borib vejlarni olamiz. To'qirlik ishlari bor. Amazotlarni o'tiramiz. Hamma vaji bitadi ish qilib shunda. O'zim mashinani yurib taxlab beraman joyga. 12 trakker kasar. Şu hadoy dum ko'p jalbat turgan shular. Shu zo'r oladi effekt, yumshoq. Hozir buni boshqa mashinalar tavsiya etasanmi shunday hadoyni o'tishni? Boshqa qaysilar bor? Ko'proq keldi. Elektromobillarni o'tib o'tiribmiz. Ular ham bo'lib turibdi. BYD'lar, Chempionlar, Y2'lar hadoylarni polni o'zgartirib o'tiribmiz. Yo'q-a? Ha. O'zingiz bana masla beradi-da uni. Biz o'zimiz yo'llara, nelara masla. Endi bu mashina yana tekiz lineykadan yo'llar uchun chiqqan mashina biza Endi bizning ichgan yo'llar yomon, ko'p yo'llar yomon. keşfiyatsızda edemezsek hesapmaz axir onu. Şuna çidasa da o doğru mu? Ava. Şu keşfiyatsızda çidab berse karaka, onda zor. Maşında zor bo'ladi hammasi. Motor sistemasi bo'yicha bular klapını yapıştı dediler. Yaman benzin saldım, çolaştım ben dediler. Ondan çıkıyorlar. Benzin bo'lmaydi lekin 80 benzin salmasınlar. İlacı varsa 80 benzinden başqası mesela 91, 92 zor yuttu. 95 sabitdir. Bunun kesel bilan gelip bo'lgan mı biri? Yo bizlərə gəlmədəli. Qışda bir mərtə gəldi, 80 benzin salğandan Porsche sındırıb gəldi. Şundan keyin metan qoyulğan maşında motorunda heç qanday nə yox. Çıpı çıkmagan. Yox. Klapın boyunca qaysı maşınlar köp geldi biri? Cobalt gəldi bizə. Cobalt ha? Şu 60, 70'lerde, 80'lerde. 70, 80, 100 Cobalt. Cobalt köp açamız. Bizə də şu metanda klapın qısıladı bizə köp gələdiyin şu. Klapın qısıladı. Motor Aptolep gələdilər. Motor remontaj şu motor, xadaoş. Klapın kısılğanda indi o metandan buladı. Metandan var. Neçələrdə kısıladı o? İndi heydəşə bağlı 40-50'lərdən qısıladı, 100'dən qısıladı. Yurtdurandan keyin qısıladı. Gepleşik görünler motor boyunca, hadoy boyunca. Normal olsa ekrandaki numarlardan gepleşinler. Bunun din yani hadoyuncu tutturamediği adam olsa bir gün elden gepleşik koyup set falan da baraman diyeni makul olur. Ava, telefon nomerlə bax. Misal büyün giyen bilen büyün bitmesi mümkün mü sende maşın Betdən olsa? keyin məsələn bitməyir də, tokurlu işləri köp bolar. Azanda ikisi arxayın betdən keyin 2-3'lərə boladı. Şu bir gün elden telefonlaşınlar, gepleşinler yine telegramın başı numerde hemmesi bak. Bir gün elden aytıp koyup baryatırman deseniz ana taxlap berədi. Avaz ötüb bərəmiz məsələn çıxıb heydək görədi, xalasa bir gün heydək görsün, keyin gəlib hesablaşıb getə bərəm. Ana. Emindim buladı işleyen. Bize görüp durumlar sizlere faydası diye de o işlerini
Çıxarışda davam qılamız. Xoş.